Retailda aksiyani qachon berish kerak? Juda ham yaxshi savol. Ko'pincha mana shu O'zbekistonni tadbirkorlarining orasida uchragan fenomen bular savdosini oshirmoqchi bo'lgan holatda aksiya beraverishadi. Ya'ni faraz qiling, sizda qanaqadir kiyim-kechak do'koni bor, siz faqatgina lead generatsiya kanalingiz aksiya qilish orqali bo'lib qolgan. Ya'ni bugun kelinglar, menda bugun futbolka olsanglar shorti qo'shib beraman, shorti olsanglar oyoq kiyim qo'shib beraman yoki 2+1 aksiya. Ya'ni ularning Instagram sahifasiga kirsangiz faqatgina aksiya orqali kommunikatsiya qilishadi. Bu aslida zararli. Nimaga deydigan bo'lsangiz, chunki siz agar qattiq juda ko'p mana shu retaillarda kuzatganman, o'zi borsangiz yaxshi kiyimlari bo'ladi, lekin kommunikatsiyasi agar sizlar bozorda budjetli mahsulot xohlamoqchi bo'lsanglar, menga kelinglar degan kommunikatsiya bo'lishni boshlaydi. Masalan, shahrimizda ayrim shunaqa do'konlar bor, faqatgina shunaqa kommunikatsiya qilish orqali o'zini do'konini arzonchi sifatida pozitsiyalanib qo'ygan. Endi u agardagi outlet do'kon bo'lsa, unda muammo yo'q. Lekin o'zini premium brend deb pozitsiyalayotgan brendlar ham mana shu juda kerak emas bo'lgan holatlarda aksiya o'tkazishadi va natijada brendda qiymati tushib ketib qolishni boshlaydi. Masalan, mana Bobur aka, sizni tug'ilgan kuningizga men har kuni aksiya qiladigan qaysidir brenddan qimmat ko'ylak yoki qimmat tufli sovg'a qilsam ham, siz Muzaffarga aksiya paytida olibdi, arzon narsa olibdi degan xayol keladi. Juda ko'p gul do'konlari, kstati, shunaqa qilishadi. Ya'ni u yerdan keyin masalan qaysidir qizga sovg'a qilmoqchi bo'lgan bola u yerdan deyarli gul olmaydi. Chunki u qiz Instagramdan kirib, bu arzon aksiyadagi gul olibdi va arzonroq bo'lgan mahsulot olibdi degan ularda shunaqa bir chuvstvalar paydo bo'ladi. Endi siz bunaqa chuvstvalardan qochmoqchi bo'lsangiz, aksiyalar qilish kerak emas demoqchi emasman. Odatda stokingiz, omboringizda ko'payib ketib qolgan paytda va savdo sezoni tugayotgan paytlarda qilsangiz bo'ladi. Masalan, yozgi oxirgi summer final sale qilsangiz bo'ladi yoki qanaqadir bir bayramlarni infopovod sifatida olib chiqsangiz bo'ladi. Masalan, Qurbon hayiti kelyapti hozir. Qurbon hayit munosabati bilan, Mustaqillik bayrami munosabati bilan yoki bilmadim, Yangi yil munosabati bilan degan holatlarni, o'sha bahonalarni topib, o'sha bahonalarda qilsa bo'ladi. Shunda iste'molchi ham biladi, ular deydi, o'zi har doim aksiya qilmaydi, mana shu bayramlar bo'lib qolgani uchun aksiya qilayotgan ekan deydi va shunda brendda umumiy imiji ham tushib ketmaydi.